Baxtsiz hodisa yuz berganda nima qilish kerak? Birinchi bosqich: darhol to'xtash va hududni xavfsiz qilish. To'xtash qonuniy talabdir. Hodisa joyini tark etish quyidagilarga olib kelishi mumkin: jarima yoki chiptaga tortilish, qamoq jazosi yoki ishdan bo'shatish. Agar xavfsiz bo'lsa, yuk mashinasini yo'l chetiga olib qo'ying. Dvigatelni o'chiring, 4 tomonlama chiroqlarni yoqing va favqulodda tormozni qo'llang. O'zingizning jarohatlaringizni tekshiring va keyin boshqalarga yordam bering. Ikkinchi bosqich: favqulodda ogohlantirish qurilmalarini joylashtirish. Siz 10 daqiqa ichida ogohlantirish qurilmalarini joylashtirishingiz kerak. Quyidagilardan birini tanlang. 3 ta 2 tomonlama ogohlantiruvchi uchburchak, 6 dona 30 daqiqa yonadigan sigaret, 3 dona suyuq signal fonarlari. Ogohlantirish qurilmalarini to'g'ri joylashtirish. Magistral yoki bir yo'nalishli yo'lda birinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 10 fut 4 qadam. Ikkinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 100 fut 40 qadam. Uchinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 200 fut 80 qadam. Ikki yo'lakli yo'lda birinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 10 fut 4 qadam. Ikkinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 100 fut 40 qadam. Uchinchi uchburchak yuk mashinasining orqasida 100 fut 40 qadam. Ko'rinish cheklangan joyda, Tepalik yoki burilishlarda bir dona ogohlantirish qurilmasini 100 dan 500 futgacha oldindan joylashtiring. Uchinchi bosqich: yuk mashinasi va yukni tekshirish. Mashina va yukni tekshiring. Ayniqsa xavfli moddalar to'kilgan bo'lishi mumkin. Kimyoviy moddalarning to'kilishi vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. To'rtinchi bosqich: hodisani hujjatlashtirish. Quyidagilarni yozib oling. Hodisa sanasi, vaqti va joylashuvi. Haydovchilar va transport vositalari haqida ma'lumot. Nomi, litsenziya, davlat raqami, yo'l va ob-havo sharoitlari, guvohlarning ma'lumotlari, barcha zararlar va yuzaga kelgan muammolarni tasvirlab bering. Rasmlar olish, transport vositalari va yo'l holatini suratga oling. Shinalar izlari, yo'l qoldiqlari va hodisa joyini tasvirlang. Jarohatlangan yoki vafot etgan odamlarni suratga tushirmang.